Uyimizning narxi 95 ming. Lokatsiyasi Marg'ilonda, Po'latxonda 40 damasda yo'nalishida. Общий xonalari 4 xona, 2 ta sanuzel, bitta oshxona bor. Oshxona bilan 5 xona, gazi, suvi, sveti bor. Orqa tomonda hozir ko'rsataman sizlarga. Orqa tomonda mana uzumlari bor, mevasi 2000-3000 dollarlik sotishgan ekan. 3000 dollarga sotishgan ekan uzumini, общий 12 sotiylik. Orqa tomonda o'zida ikkita oila yashaydigan sharoit qilsa bo'ladi. Uy solib, bemalol chiroyli qilib, bitta mana bo'lib o'zlari bo'lib qo'ygan ekan. Buni olib tashlasangiz, dalshi oxirigacha katta ko'rinib turadi. Orqa tomonda sanuzellar. Bitta yengil remont qilib yashab tursa bo'ladi. Xo'p. Zeloniy zona ichkarida xonalarda gap yo'q, ko'rsatib beramiz. Xonalarimiz holati yashab tursa bo'laveradi. O'sha paytda aboy qilingan ekan. Bunisi yaxshiroq ekan bo'yi. Narxi ham yaxshi, 95 ming tem bo'lib Marg'ilonda, Po'latxon, Eshonguzarda 40 damas yo'nalishida gaz suv sveti bor. Egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilib baraka qilib olamiz. Holat chiroyli juda ham. Bu tomonimizni olamiz. Podpiska, like esdan chiqmasin. Bunaqa video qo'shib davom etamiz. Xo'p, bu garaji mana. Kirganda o'ng qo'lda mehmonxonamiz bor. Tashqaridan ko'rinishi. Tashqari ko'rinishi bu tomonimiz chiqsalaring Tga chiqib chap ko'rsangiz Qumtepa bozoriga yetmasdan kollej bor. O'sha kollejni oldi svetofordan chiqasiz. Bu tomon o'sha 40 damas yo'nalishida Po'latxon, Eshonguzar, Marg'ilon. Lokatsiya juda ham zo'r. Xo'p, 12 sotiylik, juda ham chiroyli. Dichendi kosmetikasi bor. Kameralar o'rnatib qo'yishgan ekan. Gazi, suv, svetdan muammo yo'q. Kanalizatsiyalar xudo xolasa hamma joyida. Telefon qilsalaring baraka qilib olamiz. Kanalizatsiya bormi-ku? Kanalizatsiya yo'q-a? Yo'q. Kanalizatsiya xullas o'ziga qilingan. Endi bor hisobda u ham to'lavermaydi. Telefon qilsalaring xudo xolasa baraka qilib olamiz. Mana shunaqa chiroyli, fayzli uy so'ragan tanishlar bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Egalar raqamini ham qo'yib qo'yapmiz. Bemalol baraka qilasizlar. 95 ming deyapmiz. Kami bor, telefon qilaveringlar.